Assalomu alaykum qadrli obunachilar, mana o'zimizni uyda turgan go'shtni buqamiz. Buqacha. Mana tozasi. Tozasini buqaman deganlarga yemda chipcha yem yeb turgan. Uyda turgan o'zimizni mol ishonchli. Yemoq-ichmoqlari yaxshi joyida. Bo'ylari 1.30, 1.35 40 chiqib qoladi. O'yini ham o'lchamaganmiz. Obunachilar kimga qiziq bo'lsa, mana shu bizga sotiladi. Qo'qonda turibdi. Farg'ona Qo'qonda turibdi. Narxlariga keladigan bo'lsa, cho'zmaymiz. 20 million so'm bo'lishi oxirgi narx. 20 million so'mga beramiz. Dastlabkasini qilib beramiz. Toshkentgacha dastlabkalari bepul. Mutlaq yetib boradi. Arqa korobkalari ham butun. Sotamiz. 20 million so'mga bo'lsa, kel. Vodiy bo'ylab dastlabkalari bepul. Yemini yeb turgan. Toza ola-qora go'shtni buqamiz. Bugun hafta kuniga 10-yanvar yakshanba kuni. Aloqaga chiqaverasizlar. Sugalatik.